Assalomu alaykum yurtdoshlar, bu yana men Ibrohimjon. Bugun sizlarga ajoyib proyektlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ko'p turganlardek rayon qurilish tarafdan qurilmoqda. Bu qurilish Dubaydagi eng birinchi quruvchilardan desak mubolag'a bo'lmaydi. 50 yil atrofida уже umuman Emiratda faoliyat olib kelayotgan quruvchilardan biri, 270 ga yaqin proyektlar topshirgan va boshqa. Hop, bu proyekt ko'p turganlar ekan. Kichkinagina rayon, o'zida bir qancha qulaylarni jamlagan, studiyalar, 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroomlik kvartiralar va bir qancha penthouselardan iborat proyekt hisoblanadi. Va Dubayda o'zida emas, Dubayda sal shimolroq qismida joylashgan va narxlari jihatdan juda ham o'ziga xos, ya'ni juda ham qulay narxlarda taklif qilmoqda va sifatlar ham ancha yaxshi. Dubai sifatida, lekin arzon narxda olinsa bo'ladigan proyektlardan biri. Xo'p, lokatsiyani ko'rib o'tamiz. Bu proyekt Dubai shimolroq qismi Ajman emiratida joylashgan. Mana shu joyda joylashgan. Xo'p, nima uchun bu desak, mana bu yerda Sharja aeroportiga o'rtacha 10-15 daqiqalik yo'l, Dubai aeroportiga o'rtacha 30 daqiqalik yo'l va Dubai downtownga o'rtacha 40 daqiqalik yo'lda joylashgan. Birinchidan. Ikkinchidan, Ajmanda joylashganligi Ajman downtown, ya'ni Tiger downtown deb nom olgan. O'zining nomi bilan Ajman Emiratning sentrlaridan biri bo'ladi, tayyor bo'lganda albatta. Va bu yerdan Alzoraga ham o'rtacha 13 minut yetib olsa bo'ladi. Mana bu yerda Ajman center bor, ya'ni moli bor, unga ham bir o'rtacha 15 daqiqalik yo'lda joylashgan. Mana yaqinlashtirib ko'ramiz. Hop, ko'rayotganlaringiz magistralni bo'yida joylashgan. Mana shu lokatsiya. Mana уже qurilishlar ham boshlangan. Kelari proyekt haqida o'z ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, umuman bitta kompleks, bir qancha binolardan iborat joy. Ko'rayotganlaringiz mana suv elementlari bo'ladi, fontanlari, gumbazlari. Yana birinchi etaj, ya'ni grand floorlarda restoranlar, magazinlar va boshqalar, yashil zonalar, aktiv zonalar va boshqalardan iborat bo'ladigan proyekt. Ko'rib turganingizdek gumbazlari. Mana bu o'rtacha lokatsiyani ko'rsatib o'tgan masofalarda mana Dubai aeroporti 30 daqiqa, Dubai downtownga 40 minutlik yo'l, mana Ajman Beachga 15 daqiqalik yo'l va Sharja aeroportiga 13 daqiqalik yo'lda joylashgan lokatsiya. Xo'p, juda ham chiroyli ishlangan proyekt. Ko'rib turganingizdek, xo'p, mana bu umumiy master plani. Xo'p, agar e'tibor beradigan bo'lsak, bir asosiy qismi mana bu o'rtasida suv elementlari bor, fontanlari, gumbazlari, mana boshqa yashil zonalaridan iborat, mana bu atroflarda ham yashil zonalardan iborat mana bular. Xo'p, bundan tashqari mana tashqi o'yin zonalari, shu basketbol, futbol va boshqalar, mana masjidi bor. Hop, yana mana yerda food trucklari bor. Ya'ni fast food sotadigan traklardan sotiladigan joy zonasidan iborat bo'ladi. Va har bitta binoni o'zining qo'shimcha qulayliklar ham bundan tashqari bo'ladi. Va mana bu yerlar ko'p turganda restoranlar va boshqalar uchun ajratilgan. Mana albatta shu umumiy nimada spisak listi qanaqa qulayliklar borligi haqida. Xo'p, umuman master plan juda ham chiroyli ishlangan. Tayyor bo'lganda Ajmanda eng sentr bo'ladi, albatta. Topshirilishi 2028-yilda oxirlarida qilib belgilanmoqda va eng qiziqarli taraflardan biri bular rassrochka bilan taklif qilmoqda. Foizsiz rassrochka. Ya'ni ko'rayotganlaringiz mana o'yingohlar, bolalar o'yingohlari, yashil zonalar va boshqalardan iborat. Xo'p, hozirda shu ikkita zdaniya qurilishga topshirilgan. Ko'rayotganlik umumiy bitta bino va tepasida 3 ta bashnasidan iborat bo'ladi. Xo'p, ko'p turganlardek topshirilishi 2028-yilda oxirlariga belgilangan 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroomlik apartamentlar va bir qancha penthouselardan iborat. Xo'p, aytadigan bo'lsak, 2 ta basement, ground floor, 3 ta podium, 15, 18 va 21 etajdan iborat bino bo'ladi. Va birinchi etajda qulaylari ham bor.
Hop, mana bu birinchi etajda planirovkasi. Hop, bu taraf o'sha hozirgi markaziy maydonga qaragan bo'ladi. Hop, mana bu yerda umumiy sport zal, erkaklar va ayollar uchun alohida kiyim almashtirish xonalari, Infinity basseyn, o'sha yerdan nima edi? Markazda ko'radigan joylari, tashqi o'yingohlar, tashqi sport zallar, mana bolalar o'yingohi, mana bu yerda ham bolalar o'yingohi, bolalar basseyni, bu yerda ham ozgina bolalar basseyni va dam olib o'tiradigan zonalardan iborat bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, shunday bo'ladi va basseynlari aytganimizdek markaziy shu bog'ga qaragan bo'ladi, bunday aytadigan bo'lsak. Juda ham chiroyli ishlangan, hamma qulayliklari bor. Binoda o'zida ham zerikib tashqariga. Hop, mana bu endi o'rtacha planirovkasi etajlarda. Hop, yaqinroqdan ko'rsatib o'tamiz. Hop, mana bu studiolar, mana bu yerdan kirganda bu taraf oshxona, umumiy sanuzil va zal va mana yerda balkondan iborat bo'ladi. Hop, mana bu bir bedroom, ya'ni 2 xonalik uylardagi menga qulay, menga yoqqan tarafdan biri yana binoda, ya'ni kvartiralarda oshxonalar yopiq bo'ladi. Mana bu yerdan kirganda umumiy sanuzil bor, mana bu yerda yopiq oshxona bor, katta zal, balkon va mana bu yerda yotoqxona o'zining sanuzillari bilan birga. O'rtacha shunday joylashgan. Va mana bu 2 bedroom yaqinroq ko'rsatamiz. Unda kirilganda umumiy sanuzil, yopiq oshxona, katta zal, balkon, mana bu yerda bitta yotoqxona, mana bu yerda ikkinchi yotoqxona o'zining sanuzillari bilan birga. Joylashuviga qarab planirovkalar sal o'zi boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin hammalarida, deyarli hamma planirovkalarda oshxonalari yopiq holatda bo'ladi. Xo'p, bu mana 3 bedroomliklar, lekin 4 xonali deymiz bunda kirganda mana bu yerda umumiy sanuzil bor, katta oshxona, katta zal, balkoni bor, mana bu yerda bitta yotoqxona, ikkinchi yotoqxona. Mana bu yerda yana bitta umumiy sanuzil bor va bu yerda qo'shimcha xonasi bor ekan. Va bu yerda sklad. Keyin 3-yotoqxona, master yotoqxona deymiz. O'zining balkonlari, garderoblari va sanuzillardan iborat bo'ladi. Xo'p, uylar shunday holatda beriladi, mebelsiz, ko'rayotganingizdek va yana bir tarafi rassrochkasiz beriladi, aytgan bo'lsak, yana qaytarib o'tamiz. Buni shunday holatda juda ham chiroyli ishlangan planirovkalar, aytadigan bo'lsak, bitta shu binolar. Xo'p, binoda aytganimizdek, topshirilishi 2028-yilda oxirida deb belgilanmoqda. To'lov aplatasi 70 ga 30, ya'ni 70% qurilish davomini, 30% rassrochka bilan. Xo'p, narxlari studiyalar uchun 470 mingdan boshlanyapti dirhamda. Bir bedroomlar 700 ming va 2 bedroomlar 900 ming atrofida. Joylashuviga qarab, razmerlariga qarab, boshqacharoq bo'lishi mumkin. Bu hali dirhamda. Xo'p, bu narxlar juda ham zo'r narxlar. Bunday aytadigan bo'lsak, o'rtacha aeroportdan 15 daqiqalik yo'l, plyajga ham o'rtacha 15 daqiqalik yo'l, kelajagi juda ham bor rayon, Ajmanli sentrlardan bo'ladigan rayon va qulaylar ham hamma taraflama o'ziga yetarli. Bu proyekt haqida qisqacha ma'lumotlar shu. Sizlarga yoqdigani umidamiz. Savollar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Kanalimizga a'zo bo'linglar. Rahmat katta.